Farzand tarbiyasida ota-onaning ta'sirini mana bu hozir obrazlar orqali ko'rib chiqamiz. Bu er va xotin munosabatlarini yuzaga keltiruvchi personajlarimiz va mana bu farzandlar personaji. Ya'ni bu joyda er va xotinning doimiy janjallashishi, doimiy erkak kishining zo'ravonligi, unga nisbatan ruhiy bosimlarni o'tkazishi ayolda o'ziga nisbatan ishonchning pasayishiga va ichki noroziliklarga olib keladi. Ya'ni bu joyda ayol kishi erkak kishiga o'zini isbotlashiga, o'zini ichidagi his-tuyg'ularini ochiq-oydin aytishiga erkak kishi bu yerda ruxsat bermaydi. Ya'ni doimiy zo'ravonlik bilan muammoni bostirishga harakat qiladi. Bu joyda ayol kishini erkak kishi o'ylaydiki, bu joyda muammo hal bo'ldi va ayolimni ko'ndirdim. Boshqa bu janjal bo'lmaydi. Va bu joyda ayol kishi ichki o'zi bilan o'zi janjallasha boshlaydi. Ya'ni ichki janjallari boshlanadi. Erkak kishiga nisbatan ichki noroziligi, unga nisbatan nafrati va ya'ni yomon his-tuyg'ular ayol kishida qolib ketadi. Ya'ni bu joyda janjal hal bo'lmadi. Bu yerda janjal mana bu obrazlar bilan davom etadi. Ya'ni erkak kishi oilada bo'lmagan vaqtida, ya'ni ishda yoki bo'lmasa qayerdadir bo'lgan vaqtida erini eslatib turuvchi mana bu yerda ikkita obraz bor. Ya'ni uning farzandlari. Ayol kishi nima qiladi? Bu joyda o'zidan ojiz bo'lgan va turmush o'rtog'iga ayta olmagan ichki noroziliklarini u farzandlaridan ola boshlaydi, ya'ni farzandlariga chiqara boshlaydi. Aslida turmush o'rtog'iga aytilayotgan gaplarni bu joyda u farzandlariga aytadi. Ya'ni ularga ruhiy bosim o'tkaza boshlaydi. Ya'ni otangga o'xshamay o'l, yana shunaqangi qanaqadir bir haqoratli so'zlar bilan bolalarga ta'sir o'tkazadi. Bu joyda qandaydir ayol kishi o'zini yengil tortgandek his qiladi. O'ylamaydiki bu yerda bu bolalarda qanaqangi ruhiyat shakllanayotganligini, qanaqangi noroziliklar paydo bo'layotganligini, qanaqangi ota-onasiga nisbatan nafrat yoki aybdorlik hissi paydo bo'lganligini bu joyda ayollarimiz o'ylab ham ko'rishmaydi. Bunday munosabatni ko'rib katta bo'layotgan farzandlar kelajakda aynan ota-onasi singari ota-onalik rollarini davom ettirishni boshlashadi. Ya'ni o'g'il farzand o'ziga aynan onasi singari obrazni takrorlashi kerak bo'lgan ayolni tanlaydi. Ya'ni u zo'ravonliklar qilayotganda, u janjallar qilayotganda kuch bilan uni nizolarni bostira oladigan ayolni, juftni tanlashadi va u otasini rollarini davom ettiradi. Ya'ni zo'ravonliklar, ruhiy bosimlar, haqoratlar va bu joyda qiz farzandda qanaqangi holatlar kechadi. Qiz farzand agar o'zini onasini qarshisida aybdor his qilgan bo'lsa, mana shu janjallarga men sababchiman, bechora onam qiynalib ketdi, dadamning bunday zo'ravonliklariga, ya'ni achinish, aybdorlik hissini ko'rib katta bo'layotgan qiz farzand odatda kechroq turmush quradi va har doim esidan chiqarmaydiki, o'sha oilada, ya'ni qizlik oilasida onasi qanday zo'ravonliklarga uchraganligini va bu ham aynan shunday fidokorliklar qilish kerakligini va aynan shunday chidam va bardoshlar kerakligini u esidan chiqarmaydi va har doim o'zi bilmagan holatda shu narsani turmush o'rtog'idan kutadi. Bu joyda qiz farzandga biroz qiyin bo'ladi, sababi u bu joyda qiz farzand biroz muammolarga uchraydi, sababi janjallarda ota-onasini o'zaro bir-biri bilan bo'lgan janjallarida qiz farzand onasiga achinadi, ya'ni o'zini aybdor ham his qiladi qaysidir ma'noda. Ya'ni onasiga achinib, men sababli janjallashishyapti yoki bo'lmasa ona o'zini qahramondek ko'rsatadi. Mana ko'ryapsanmi, men otangni
shunday qiyinchiliklariga, shunday xarakteriga, shunday muammolariga men chidab kelyapman, ko'z yumib kelyapman degan qahramonliklarni qiziga singdira boshlaydi va ayol kishi aynan shunaqa bo'lishi kerakligi haqida tushuncha hosil bo'ladi. Qizlar shu sababdan ham qizlar biroz kechroq turmush qurishadi va turmush qurgan jarayonida ham u har doim onasini obrazini takrorlashga harakat qiladi. Ya'ni ideal ayol, ideal ona aynan mana shunday bo'lishini u har doim esida tutadi. Shu sababdan ham u turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabatlarda aynan otasi singari obrazni, otasi singari xarakter, ya'ni zo'ravonlikni, tazyiqni, janjallarni u turmush o'rtog'idan kuta boshlaydi. Va shu sababdan ham u o'zi bilmagan holatda yana o'sha eski ota-onalik rollarini bajarishni davom ettiradi. Ya'ni zo'ravonliklar, o'sha janjallar, o'sha nizolar yana bularning hayotida ham takrorlanishni boshlaydi. Shu sababdan ham hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz bilan munosabatda bo'layotganingizda ehtiyot bo'lishingizni va o'zaro er va xotin o'rtasidagi munosabatlarda ham o'zaro bir-birlaringizga hurmat, mehr va iliqlikni va samimiylikni yo'qotib qo'ymasliklaringizni tilab qolaman.